Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning kanalimizga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, biz yana Rustam mebel do'koniga kelganmiz. Ya'ni shu mebel bozoriga. Rustamjonga qarashli mana bu mebellarimiz, myak uголокlarimiz, xudo xolasa zo'rlari bor, shoxonalarimiz bor. Kuxun uголокlar, myak uголокlar. Mana shu joyda spalni yotoq mebellari mana bu joyda shoxona va myak uголокlarimiz zo'ri bor. Nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu nomer orqali bolani zakaz beraverasizlar. Stol stullarimiz hozir mana terishyapti. Uni ham narxlariga to'xtalib o'tamiz. Finallarimiz xudo xolasa zo'rlardan bor. Narxlari endi boshqacha bo'ladi. Chiroyli narxlarda, arzon narxlarda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan ko'rsatib o'tyapmiz. Hurmatli obunachilar, narxlarga e'tibor berasizlar. Biz bo'lmasam videomizni boshladik. Hurmatli obunachilar, Javohirbek ukamiz narxlarini tanishtirib o'tadi. Rustamjon ukamizni shogirdlari. Tanishtiring. Assalomu alaykum hurmatli Savdo.uz kanali a'zolari, Rustam mebel ishqibozlari, xudo xolasa bu video obzorimizda spalniy garniturlar, miyaqki mebellarni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Hop. High-tech modeldagi spalniy garniturimiz shkafimizda razmerlari 2.30 ga balandligi 2.10 qilib ishlangan. Ishlarigacha xudo xolasa yonlari PVX kromka bo'ladi. Aha. Tag qismlari polka. Bu tarafimiz mana o'rtasi 3 qator polka bo'ladi, xudo xolasa. Uyaltirib qo'ymaydi ishlarimiz. Trimomiz galadonlari bilan bitta niyabishniy qilib ishlangan. Divanimiz, ikkita tumbasi, divanimizning razmeri 2.10 ga 1.70 qilib ishlangan. Hop, ikkita tumbasi bor. Aha, garantiya. Pufigi ham bor, menimcha pufigi bor. Ha, bir dona pufigi bor, Trimo. Hop, mana shu spalniy garniturimiz komplekt narxi qanaqa bo'lyapti? Bunimizning narxini 6.300.000 so'm qilib beramiz. 6.300.000 so'm. Aha. Ishlab chiqarish o'zlaringdan. Birinchi qo'l xudo. Rustam mebel. Aha. Tushunarli. Tanishtiramiz Javohirbek. Krashinni MDFdan bo'lgan ishlarimiz. Hop. Mana bunimizmi, shoxonamizmi? Aha. Divanimizning razmeri 2.20 ga 1.70 bo'ladi. Hop. Oyoq tarafida tumbalari bilan xudo xolasa ichiga bemalol narsalar solib qo'yaverasizlar. Aha. Termomiz, podsvetkalar 3 xil yonadi tumbamizniki. Aha. Shkafimizning razmeri 2.40 ga balandligi 2.20 qilib ishlangan. Krashinni MDFdan. O'rtalari polka, ikkita chekkasi veshilkali polka. Narigi tarafdan xuddi shunaqa. Bu tarafimiz ham tepasida polkali veshilka. Tushunarli. Juda ham ajoyib rangda. Termomiz butun yabishni qilib ishlangan, stolchasi ham bor, xudo xolasa. Aha. Xo'p, trimoz katta ekan lekin. Xo'p, high-tech usulida yasalgan mana bu miyaqki spalniy yotog'imiz narxi? Bunimiz narxi 10 million so'm qilib beramiz aksiyada. 10 million so'm? Kami bormi, yo'qmi? Bo'lish narxini 10 million so'm beramiz. Aha. Tushunarli. Hurmatli aksiya obunachilar, narxi taqilib qo'ydik buni. qo'ng'iroq qilaverasizlar. Chiroyli narxlarda, skidka narxlarda ayting. Shampan svetidan ham qilib beraveramiz. O'sha ishimizni shampan sveti. Xo'p. Terimo, shkaf. Sal to'qroq ekan-a? Ha, rangi narxi 10 million so'mmi? Rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Xo'p, baquvvatligi, garantiyalar beriladi. Bilan qilib beramiz. Krashinni MDFdan ishlangan ishlarimiz. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Xo'p. Aha. Bu ham ajoyib ekan lekin. Krashinni MDFdan ishlangan ishlarimiz bu ham. Xo'p. Shkafimizning razmeri 2.30 ga 2.10, divanimiz 2.20 ga 1.70. Chiroqlari yonadi. Termomiz bag'da mana stolchalari bilan. Buni maloshniy rangini ham qilib beraveramiz, seriyasini ham qilib beraveramiz. Xo'p, buni shkaf qayerda? Mana bu shkaf. Mana shkaf, trimosi, ikkita tumbasi va yotog'i. Razmerini ayting. 2.20 ga 1.70. Pulini ayting. 9.5 million so'm qilib beramiz. 9.5 million so'm. Aha. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, bu ham high-tech. Bu ham high-tech. Aha, tanishtiramiz. Panda modelimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, buni dizayni va chiroyli ekan. Hozirgi kunda trendda ketyapti turgan ish bu, xudo xolasa. Shkaflarimiz polniy Krashinni MDFdan bo'ladi. Ko'rsatib o'tasiz, bag'i o'ta boshqacha qilib ishlangan. Aha. O'rtasi mana tortmalari bilan. Bu tarafimiz ham tarafdan xuddi shunaqa. polkali veshilka. Bo'ldi. Ruchkalar ham toshlar bilan 2.40 ga balandligi 2.20. Bezak berilgan. Xo'p. 2.20 ga 1.70 divanimiz. Aha. Yonadi podsvetkalari. Xo'p. Ikkita tumbasi, ikkita tumbasi bor. Bu tarafda termomiz. Termoni ham podsvetkalari yonadi. Temir oyoqchalari bilan. Aha. Qaysi podsvetka? Oynani o'zimi? Ha, maytlar yonib o'tadi. Mana bu joylarini ham ajoyib ekan. Mana yonadi. Xo'p.
Johirbek, narxini ayting. Narx qiziq. Buni 11 million so'm qilib beramiz aka. 11 million so'm. Aha. Lekin shu puliga yarasha garantiya, baquvvatligi, davlatga javob. Uyalib qolmaymiz. bilan qilib beramiz, uyalib qolmaymiz. Tushunarli. Panda modelimizda laminatdan bo'lgan varianti, rossiyskiy Hop. laminat. Kupe variantda, xudo Kupe xohlasa. variantda. Aha. Aha. Shkafimiz 220 ga, balandligi 210. Divanimiz 220 ga 170. Oyoq Aha. tarafida tumbachalari bilan. Hop, g'aladonchasi bor. Aha, ikkita tumbasi. Buniki ham podsvetkalari yonadi. Trimos qaysi? Mana umi? Trimos mana. Aha. Razmer o'sha standart. Razmer standart 220 ga 170. Endi pulini ayting. 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Aha. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi bu hamyonboblari. High-tech stildagi hamyonbop ishimiz. Aha, ana shular Divanimizning tanishtiring. razmeri 210 ga 170. Ikkita tumbasi bilan ikkita totmali. Aha. Bu tarafda shkafimiz. Ha, mana shkafi. Aha. Hop. 230 ga 210 bo'ladi razmeri. Ichlarni ko'rsatib qo'yaylik. Totma, ili shimtaklashga stolchasi bilan Tremoniki. Taglari g'aladon bo'ladi. Bu tarafimiz polka. Termomizni ko'rsatib o'tasiz. Termo ham kattagina qilib ishlangan, xudo xolasa. Aha, Trimos ancha katta ekan, oynasi ham va mana bu g'aladonlari ham katta ekan. Ikkita tumbasi bilan endi mana bu yotog'imiz mana. Matraslarimiz ham garantiyali, xudo xolasa. Matrasiga- 5 yilgacha garantiya beraveramiz. Yog'ochiga hammasiga beldamlari baquvvat-a. Xudo xolasa, uyalib Narxini qolmaydi ayting. aka. Bunimizdagi 7 million so'm qilib beramiz. 7 million so'm. Aha. Tushunarlik. Hop. Ro'parami endi? Bu endi Kupe akril-a bu? variant. Akrilmi? Akreldan bo'lgan ishlarimiz, Aha. kupe variant. Bu mana bu boshqacha ekan. High-tech stil bu ham. Aha. Chiroqlari yonadi, o'ta boshqacha. Divanimizning razmeri 220 ga 170 bo'ladi. Hop. Shkafimiz. Chekka qismlari, o'rtasida mana Kupe. seflari bilan, Seyflari bilan. polka Tushunarli. tagi. Bu tarafimizda tremomiz. Trimos. Tremoni ham chiroqlari Trimo ham yonadi. katta ekan. Aha. Mana trimolarni gullarini olib Yashirincha qo'ydik. g'aladonlari. Hop, Johirbek, narxini aytingchi. Bunimizni 9,5 million so'm qilib beramiz aka. 9,5 million so'm. Aha, spalniy garnitur. Akreldan bo'lgan ishlarimiz. Tushunarlik. Ha, Johirbek endi hamyonbop-a, menimcha bu. Ha, high-tech stil, razmerlar jichcha kichkinaroq qilib ishlangan holati Hop. bu ishimiz. Aha. Divanimiz 210 ga 170 bo'ladi, razmeri o'zgarmaydi. Tumbalarimizni razmeri jichcha kichiraygan. Aha. Bu tarafda tremomiz. Mana bu trimosi. Aha. Hop, yomon Uchta emas. totma, ikkita eshik, ilik stolchasi bor. Aha. Bu tarafda shkafimiz. Qaysi bir shkaf? Mana umi? Mana, aha. Mana bu shkaf. endi. Qirg'oqlarda xudo xolasa lentalari bilan. Sefimiz ham bor. Shimtaklashga. Aha. O'rtasi totma bo'ladi. Bu taraf polka bo'ladi. Polkalari. Aha. Bu tarafimiz. Tushunarli. Razmerlarimiz 230 ga, balandligi 210. Hop. Narxini aytingchi. Bunimizni 6 million so'm qilib beramiz aka. 6 million so'm. Spalniy garnitur. Servanti bilan so'raganlar uchun servantiga alohida 2,5 million so'm qo'shiladi. Qo'shiladi. Aha. Lekin mana bu yotog'imizni Spalniy komplekti Aha. 6 million so'm. 6 million so'm chiqadi. Mana bu shuni rangi menimcha, boshqacha rangi, to'qroq. Seri rangi, ha, to'qroq. Seri rangi. Servanti bilan, servantini ham ko'rsatib o'tasiz. Aha. Servant qo'shib olsa 2,5 millionmi? Servantiga 2,5 million so'm qo'shiladi. Qo'shiladi. Tushunarli. 8069 MDFdan ishlangan spalniy garniturlarimiz. Aha. Divanimizning razmeri 210 ga 170 bo'ladi. Tumbalari ham xudo xolasa mana chiroyli qilib Aha. O'rtada anori bor ekan. Aha. Naqshlari bilan, qoshlari bilan. Hop. Bu tarafda shkafimiz Bu shkafi. bo'ladi. Shkafimizning razmeri 260 ga, balandligi 230 bo'ladi. Chekka tarafimiz, o'rtasi polka bo'ladi. Aha. 3 qator polkalari bilan Polkalari ham katta-katta ekan. 3D qilib ishlangan ishimiz, xudo xolasa. Demak, tagida ham qoshi bor, guli bor, tepasida ham bor ekan. Tremomizni ko'rsatib o'tasiz. Qaysi biri trimo? Mana bu Mana trimosi. Xo'p, bu endi trimosi. O'rtasi g'aladon, ikkala chekkasi eshik bo'ladi. Ha, mana trimosini tepadagi qosh gullari va pastki qismi mana. 3D qilib, o'ta boshqacha qilib ishlangan ishimiz, xudo xolasa. Xo'p, endi yotog'imiz razmeri 210 ga 170 bo'ladi. ana endi ikkita mana tumbasi bor. Endi pulini ayting. Buni spalniy garniturni 7 million 800 ming so'm qilib beramiz. 7 million 800 ming so'm. Aha.
Mana bu yon taraflarini ham ko'rsatib qo'yib, pastki qismlari ham juda ham ajoyib o'ziga yarashgan. Xudo xohlasa 7 million 800 ming 7 so'mmi? million 800 ming so'm Hop. Ramazon oyiga xudo xohlasa iloji boricha qo'ldan kelgancha arzonroq qilib aytyapmiz. Hop, Kimga dastlabkilar kerak o'sha bo'lsa, kelishilgan holda dastlabkilar hamma kelishilgan viloyatlarga holatda bo'ladi. Aha, xudo xohlasa. Tushunarli. Hop, mana endi to'q rangda yoqtiradigan obunachilarimiz uchun Johirbek tanishtiring. Divanimizning razmerlari 210 ga 170 bo'ladi. Hop. Korishnovoy rang, xudo xohlasa. Aha. Tumbalari bilan. Keling shuni Asab yaqinroq qismlariga olaylik mana. Polni laklarigacha sepiladi bular, xudo xohlasa. Aha. Yaltirab turadi. Laklangan. Laklangan, ha. Mana bu tumbasi. Tumbasi, ha. Oyoq taraflarini ham ko'rsatib o'tasiz. Mana oyoq taraflari. Aha. Bu tarafda terimomiz. Bu trimosi. Aha, terimomiz razmeri 1.40 ga, balandligi 230. Tepada mana qoshlari bor. Stolchasi bilan, xudo xohlasa. Aha. O'rtasi g'alaba. Hop, trimosi, ikkita tumbasi, yotog'i. Mana. Aha, bu tarafda Shkaf qaysi? shkafimiz. Mana. Mana bu shkafi. Shkafi ham baland ekan, tepada qoshlari bilan. Yaltirab turishini ko'ring buni. Lakirovni bu ham Aha. laklangan. Aha. Xo'p, yotog'imiz razmeri 210 ga 170. 210 ga 170. Endi mana narxini ayting. 8 million so'mga beramiz aka, spalni garnitur. 8 million so'm. Aha. Tushunarli. Baquvvatligiga, hamma yo'g'iga garantiyalar beriladi. Xudo xohlasa. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakozni beraverasizlar. Xo'p, spalni garniturlar juda ham ko'p. Hammasiga to'xtalib o'talmaymiz. Xo'p, mana bunaqangi mana yotoqlarimiz bor. Keling, Johirbek shulardan qo'shib ketaylik mana. Kimlarga mana yoqadi mana qaytaklar. Ulardan aytib qo'ying. Panorama modelimiz. Panorama, hop. Aha. Divanimizning razmeri 220 ga 170 bo'ladi. Aha. Ikkita tumbasi bilan qaytga borsa bu upakovka holatda bo'ladi, xudo xohlasa. Hop. Shkaflari ham Qaysi bir shkaf? Mana umi? Mana, aha. Yangiliklardan ko'rsatib qo'yamiz. Aha. O'rta Yaxshi. qismlarimiz seflari bilan, xudo xohlasa. Bunimizda razmeri 240 ga, balandligi 220 bo'ladi. Hop, bu shkafi. Aha, bu Bu divani. yotog'i, ikkita tumbasi. U uni klassika Trimoz. variantdagi oynasi. Aha. Trimosa. Shunaqa. Narximiz qanaqa, Johirbek? 8,5 million so'm qilib beramiz buni. 8,5 million so'm. Upakovka holatda yetib boradi, hamma yo'q. Tushunarli. Dastlabkilar shular kelishiladi. Kelishilgan holatda. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hop, spalni yotoqlarimiz juda ham ko'p. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni mana shu ukamizdan olaverasiz yoki Xudo xohlasa. Rustamjon ukamizning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Mana bu 8069 midi? 869 da 6 eshik varianti razmerlari. 6 eshikligi. Buni ham narxini aytib qo'yaylik. Mana yotoq nimasi, 70 shkafi. bunimizning razmeri. Aha. Hop. O'ta boshqacha qilib ishlangan. Bu ham arqon gullari bilan qirg'oqlarida. Aha. Hop. Divanimizning razmeri 220 ga 170 bo'ladi, ikkita tumbasi bilan. Bu Mana. terimomiz. Bu nimasi? Terimosi. Trimosi. Juda ham ajoyib mana. Tilla rangda. Shampan svet. Shampan svet. Hop, demak, shkafi, Terimosi. trimosi, ikkita tumbasi, endi mana bu yotog'imizni modadan qolmaydigan mana shu yotog'imiz spalnimizni narxi qancha ekan? 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. 6 eshik varianti ham 8,5 million qilib beraveramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlar ekranda bo'ladi. Kelishgan holda dastavkalarini Shunaqa. qilinadi desa, to'g'rimi? Kelishilgan Tushunarli. holatda. Demak, Ramazon oyida Qo'ldan kelgancha qo'ldan kelgancha arzonroq qilib beryapmiz. tushunarli. Keyin nimalarimiz ham bor? Hamyonbop yotoqlarimiz ham bor. Qolgani Bor. batafsil Telegramdan Telefon o'tib, orqali. kanalga Aha. o'tib ham ko'rishaveradi. Shunaqa. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumotni mana shu ukamizdan hurmatli obunachilar olaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu mebellarimiz, myak uголокlarimiz va stol stullarimiz chiroyli upakovka qilindi. Xudo xolasa qirilmay netmay boradi. Qo'shni respublikaga, ya'ni shu Qozog'istonga ketyapti. Hurmatli obunachilar, qo'shni davlatlarga ham zakazlar olinadi. Nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakozni beraverasizlar. Hop, mana bu Qozog'istonga, bu esa mana O'zbekiston bo'ylab shu ichida viloyatimiz bo'yicha ketadi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.